agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, ipoteka krediti olayotgan bo'lsangiz, kommunal yoki soliq qarzlaringiz yig'ilib qolgan bo'lsa, aliment kredit, sud qarori, noqonuniy qurilish yoki ijara masalasi bo'yicha muammoingiz bo'lsa. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim, chunki ko'pchilik kvartiram bor, hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda uy joyga nisbatan taqiq qo'yilishi, sotishga ruxsat berilmasligi, ijro harakati boshlanishi, hatto sud qarori bilan undirib qaratilishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas. Aksincha, qaysi holatda kvartira xavf ostida qoladi? Qaysi holatda hech kim sizning uyingizni tortib ola olmaydi? Yangi tartiblar nimani anglatadi? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Qayerga borish, qanday hujjatlarni tekshirish, qanday ariza yozish va o'zingizni qanday himoya qilish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ogohlantirishlar ko'pincha odamga muammo kelgandan keyin emas, muammo kelmasidan oldin kerak bo'ladi. Avvalo bir narsani aniq aytaman. Hammaning kvartirasi tortib olinadi degan gap noto'g'ri. Qonun hech qachon shunchaki kelib, oddiy fuqaroning yagona uyini sababsiz olib qo'ymaydi. Lekin qonunda shunday mexanizmlar bor. Agar qarz sud orqali tasdiqlansa, agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, agar hujjatlar soxta bo'lsa, agar kvartira noqonuniy egallangan bo'lsa, agar mulk jinoyat yo'li bilan olingan deb topilsa, davlat organlari yoki sud ijrochilari bu mulkka nisbatan choralar ko'rishi mumkin. Oldin odamlar ko'pincha bunday masalalarni jiddiy qabul qilmasdi. Masalan, kimdir kredit oladi, bir necha oy to'lamaydi, keyin bank qo'ng'iroq qiladi. U esa mayli keyin ko'ramiz deydi. Kimdir aliment to'lamaydi, baribir hech narsa qila olmaydi deb o'ylaydi. Kimdir soliq yoki kommunal qarzini yillab yig'ib qo'yadi. Kimdir kvartirani sotib olayotganda kadastrni, taqiq bor yo'qligini, qarzdorlikni tekshirmaydi. Natijada muammo sudgacha boradi. Hozir esa tizimlar ancha raqamlashtirilmoqda. Mulk reyestri, sud qarorlari, ijro hujjatlari, taqiq va cheklovlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Qarzdorlik bo'yicha ijro ishi ochilganda mulkka taqiq qo'yilishi tezlashgan. Bu nimani anglatadi? Masalan, siz kvartirani sotmoqchi bo'lasiz, notariusga borasiz, lekin notarius tizimda taqiqni ko'radi va bitimni rasmiylashtirmaydi. Yoki siz ipoteka bo'yicha to'lovlarni kechiktirasiz. Bank ogohlantiradi, sudga murojaat qiladi. Keyin undirib garovdagi uyga qaratilishi mumkin. Bu yerda eng muhim farq shuki, uy joyga nisbatan harakatlar odatda sud qarori, ijro hujjati, garov shartnomasi yoki qonunda belgilangan aniq asoslar bo'lganda amalga oshiriladi. Ya'ni hech kim sizga telefon qilib ertaga kvartirangizni olamiz desa, darhol qo'rqib pul yuborish kerak emas. Birinchi navbatda hujjat talab qilinadi. Qaysi sud qarori, qaysi ijro ishi, qaysi qarz, qaysi shartnoma asosida? Birinchi guruh ipoteka krediti olganlar. Agar kvartira ipoteka evaziga olingan bo'lsa, odatda u bank foydasiga garovda turadi. Bu degani, siz kvartirada yashashingiz, ro'yxatda turishingiz mumkin, lekin kredit to'lovlarini uzluksiz bajarishingiz shart. Masalan, fuqaro 500 million so'mga kvartira oldi. 300 million so'mini bank ipoteka sifatida berdi. Oyga 5 million so'm to'lash kerak. Agar u bir oy kechiksa, odatda jarima yoki penya hisoblanadi. 2-3 oy kechiksa, bank yozma ogohlantirish yuboradi. Agar 6 oy taqis oy, 10 oy davomida to'lov qilinmasa, bank sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qaroridan keyin garovdagi kvartirani sotish orqali qarzni undirish masalasi ko'tariladi. Bu bank birdan kvartirani tortib oldi degani emas. Bu garov shartnomasi va sud tartibi asosidagi jarayon. Ikkinchi guruh katta miqdorda qarzi borlar. Bu kredit bo'lishi mumkin, aliment bo'lishi mumkin, tadbirkorlik qarzi bo'lishi mumkin, yetkazilgan zarar bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi boshqa odamdan 200 million so'm qarz olib, tilxat yozgan, lekin qaytarmagan. Qarzdor sudda yutqazdi, qaror kuchga kirdi. Keyin ish majburiy ijro byurosiga o'tadi. Ijrochi qarzdorning bank kartalari, avtomobili, ko'chmas mulki bor yo'qligini tekshiradi. Agar kvartira bo'lsa, unga taqiq qo'yilishi mumkin. Taqiq qo'yilgan darhol uy sotiladi degani emas. Bu avvalo qarzdor kvartirani yashirincha sotib yubormasin degani. Lekin qarz ixtiyoriy to'lanmasa, keyingi bosqichda mulkka undiruv qaratish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh aliment to'lamayotganlar. Ko'pchilik alimentni oddiy qarz deb o'ylaydi, lekin bu bolaga tegishli pul. Masalan, ota oyga 1 million so'm aliment to'lash kerak, lekin 3 yil davomida to'lamadi. Qarzdorlik 54 million so'mga yetdi. Ustiga qo'shimcha javobgarlik ham bo'lishi mumkin.
Agar qarzdorning boshqa daromadi, avtomobili, hisob raqamida puli bo'lmasa, ijro organlari mulkni aniqlaydi. Kvartira yagona yashash himoyalar bo'lishi mumkin, lekin bu qarz bekor bo'ladi degani emas. Taqiq qo'yilishi chiqish cheklovi, haydovchilik huquqiga cheklov, ma'muriy yoki boshqa choralar qo'llanishi mumkin. 4-guruh kvartirani hujjatsiz yoki shubhali yo'l bilan olganlar. Masalan, kimdir arzon kvartira bor, bozor narxidan 30% past, tez sotiladi desa odam xursand bo'lib pul beradi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, kvartira bo'yicha meros nizosi bor. Ayri xotinning roziligi olinmagan, sud taqiqi bo'lgan. Oldi sotdi soxta ishonchnoma bilan qilingan yoki sotuvchi ruhiy holati bo'yicha muomalaga layoqasiz deb topilgan. Bunday holatda bitim sudda haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Eng yomon tomoni, xaridor pulni qaytarib olish uchun alohida sudlashishga majbur bo'ladi. Kvartirani esa bo'y berishi mumkin. 5-guruh noqonuniy qurilgan yoki o'zboshimchalik bilan egallangan uy-joylar. Agar odam yer ajratilmagan joyga uy qurgan bo'lsa, ko'p qavatli uyda umumiy foydalanish joyini egallab olgan bo'lsa, podvalni tom qismini yo'lakni o'z nomiga o'tkazishga urinsa, bu juda xavfli. Davlat bunday joylarni qonuniylashtirmasa, buzdirish, bo'shatish yoki avvalgi holatga qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu ayniqsa yangi qurilayotgan hududlarda kooperativ uylar, noturar joydan turar joyga o'tkazilgan obyektlarda ko'p uchraydi. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar sizning kvartirangiz qonuniy sotib olingan bo'lsa, kadastri toza bo'lsa, hech qanday garovda bo'lmasa, sud taqiqi bo'lmasa, siz yirik qarzdor bo'lmasangiz, kommunal va majburiy to'lovlarni tartibli to'lab kelsangiz, hech kim sizning uyingizni shunchaki tortib ola olmaydi. Qonunda mulk huquqi himoya qilinadi. Mulkdor o'z mulkidan foydalanish, uni sotish, hadya qilish, meros qoldirish huquqiga ega. Lekin bu huquq bilan birga majburiyatlar ham bor. Qarzlarni to'lash, shartnomalarga rioya qilish, garovga qo'ygan bo'lsangiz, to'lovni bajarish. Boshqa shaxslarning huquqlarini buzmaslik. Birinchi misol. Dilshod aka ipoteka asosida 2 xonali kvartira oldi. Boshlang'ich to'lov 1 million so'm, bank krediti 300 million so'm. Birinchi yil yaxshi to'ladi, keyin ish joyini yo'qotdi. 4 oy to'lov qilmadi. Bankdan qo'ng'iroqlar bo'ldi. U javob bermadi. 7 oy o'tgach qarz jarima bilan birga 2 million so'mga yetdi. Bank sudga berdi. Agar Dilshod aka boshida bankka borib, restrukturizatsiya, to'lov muddatini uzaytirish, imtiyozli davr so'raganda ehtimol muammo sudgacha bormasdi. Demak, birinchi xato muammodan qochish. Bankdan yashirinish kvartirani saqlab qolmaydi, aksincha xavfni oshiradi. Ikkinchi misol, Mohira opa kvartira sotib oldi. Sotuvchi hamma hujjat joyida dedi. Narxi bozor narxidan 1 million so'm arzon edi. Mohira opa notariusda shartnoma qildi. Lekin oldindan kadastr tarixi, oldingi egalar, oilaviy roziliklar, sud nizolari haqida chuqur tekshirmadi. Oradan 6 oy o'tib, sotuvchining sobiq turmush o'rtog'i sudga berdi. Bu umumiy mulk edi, men rozilik bermaganman dedi. Sud bitimni bekor qilishi mumkin bo'lgan vaziyat yuzaga keldi. Bu yerda muammo yangi qonunda emas, oldi sotdi paytidagi ehtiyotsizlikda. Arzon narx har doim tekshiruv uchun signal bo'lishi kerak. 3-misol. Bir fuqaro 1 million so'm kredit olib tadbirkorlik qildi, lekin biznes yurishmadi. Qarzni to'lamadi, bank sudda yutdi. Qarzdorning nomida bitta kvartira va bitta avtomobil bor. Ijrochi avval hisob raqamlarini, ish haqini, avtomobilini tekshiradi. Qarzdor ixtiyoriy to'lamasa, mulkka taqiq qo'yiladi. Bu odam mening bolalarim bor. Demak, qarzni to'lamasam ham bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Bolalar borligi ayrim hollarda uy-joy masalasida inobatga olinadi, lekin qarz majburiyati yo'qolmaydi. 4-misol. Akmal ismli yigit qarindoshning kvartirasida ro'yxatda turgan. Keyin men shu yerda propiskadaman, demak ulushim bor deb o'yladi. Bu xato. Ro'yxatda turish mulkdor bo'lish degani emas. Agar kadastrda sizning ulushingiz ko'rsatilmagan bo'lsa, siz mulkdor emassiz. Shu sababli kimdir kvartirani sotayotganda bu yerda falonchi ro'yxatda turadi, demak sotib bo'lmaydi degan holatlar alohida tekshiriladi. Lekin ro'yxat mulk huquqini avtomatik bermaydi. Eng muhim nozik masala. Yagona uy-joyga undirib qaratish. Ko'pchilik agar bu mening yagona uyim bo'lsa, hech qachon tegmaydi dedi. Bu har doim ham mutlaq qoida emas. Masalan, agar aynan shu uy ipoteka garovi sifatida qo'yilgan bo'lsa, bank kredit qaytmasa garovga murojaat qilishi mumkin. Chunki siz shartnoma tuzganingizda shu riskni qabul qilgansiz. Yoki uy jinoyat yo'li bilan olingan mablag' hisobiga xarid qilingan deb topilsa, alohida huquqiy oqibatlar bo'ladi.
yoki uy boshqa shaxsning huquqini buzgan holda olingan bo'lsa, sud bitimni bekor qilishi mumkin. Ikkinchi nozik masala, taqiq bilan musodara bir xil emas. Taqiq degani siz mulkni sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Lekin bu hali davlat sizdan mulkni olib qo'ydi degani emas. Musodara yoki undirib qaratish esa ancha jiddiy bosqich bo'lib, bunga huquqiy asos kerak. Shuning uchun siz elektron xizmatlardan yoki notarius orqali kvartirangizda taqiq borligini ko'rsangiz, darhol sababini aniqlang. Taqiq qaysi organ tomonidan, qaysi sana, qaysi ish raqami bilan qo'yilganini bilish kerak. Uchinchi nozik masala, er-xotin mulki. Nikoh davomida olingan kvartira ko'pincha er-xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Hatto kadastrda faqat erning yoki faqat xotinning ismi yozilgan bo'lsa ham. Masalan, nikohdan keyin 600 million so'mga kvartira olindi. Kadastr er nomida er-xotin roziligisiz sotib yubordi. Keyin xotin sudga murojaat qilib bitimni nizolashi mumkin. Xaridor uchun bu katta xavf. Shuning uchun kvartira sotib olayotganda sotuvchining oilaviy holati, nikohda olinganmi, yo'qmi, turmush o'rtog'i roziligi bormi? Bularni tekshirish juda muhim. 4-nozik masala meros. Ota-onadan qolgan kvartirani bitta farzand men qaraganman deb sotib yuborishi mumkin emas, agar boshqa merosxo'rlarning huquqi bo'lsa. Meros ishida barcha merosxo'rlar, vasiyatnoma, ulushlar, notarial guvohnoma tekshiriladi. Agar meros to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bunday kvartirani sotib olish katta risk. Masalan, 3 farzand bor, kvartira otadan qolgan, faqat katta o'g'il yashab kelgan. U hammasi meniki deb sotadi. Keyin singillari sudga beradi. Bunday vaziyatda xaridor ham muammoga tushadi. 5-nozik masala, quruvchi kompaniyalardan olinadigan yangi uylar. Hali kadastr chiqmagan, faqat investitsiya shartnomasi yoki oldindan to'lov shartnomasi bilan sotilayotgan xonadonlar bor. Bu holatda siz mulkdor bo'lib qolmaysiz. Sizning talab qilish huquqingiz bo'ladi. Agar quruvchi qarzga botgan bo'lsa, yer hujjatlari toza bo'lmasa, qurilish ruxsatlari to'liq bo'lmasa, uy vaqtida topshirilmasa, pulingiz xavf ostida qoladi. Shuning uchun yangi qurilishdan uy olayotganda kompaniya nomi, yer huquqi, loyiha hujjatlari, qurilish ruxsati, kadastrga o'tish tartibi albatta tekshirilishi kerak. 6-nozik masala firibgarlar. Hozir ko'p firibgarlar yangi qonun chiqdi. Kvartirangiz tortib olinmasligi uchun tezda to'lov qiling. Kadastrni yangilash kerak. Taqiqni olib tashlab beraman deb odamlarni aldashi mumkin. Hech qachon notanish odamga karta orqali pul yubormang. Hech qachon telefon orqali kelgan kodni aytmang. Hech qachon tezda imzo qo'ying. Bo'lmasa uyingiz ketadi degan gapga ishonmang. Har qanday rasmiy talab yozma hujjat bilan, ish raqami bilan vakolatli organ nomidan bo'lishi kerak. 7-nozik masala kommunal qarzlar. Oddiy suv, gaz, elektr yoki issiqlik qarzi yig'ilib qolsa, darhol kvartira olib qo'yiladi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin katta qarzdorlik sudga o'tishi, ijro ishi ochilishi, hisob raqamlariga ta'sir qilishi, ayrim xizmatlar cheklanishi mumkin. Masalan, 5 yil davomida issiqlik to'lov qilinmagan, qarz 1 million so'm bo'lgan. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sudga beradi, qaror chiqadi. Keyin ijrochi qarzdorning daromadi va mulkini tekshiradi. Demak, kichik qarzni e'tiborsiz qoldirish ham vaqt o'tib katta muammoga aylanadi. Birinchi qadam, kvartirangizning huquqiy holatini tekshiring. Kadastr hujjatingizni oling, unda mulkdor kim, ulushlar qanday, manzil to'g'rimi, maydon to'g'rimi, turar yoki noturar joy sifatida ko'rsatilganmi? Tekshiring. Agar elektron davlat xizmatlari orqali ko'rish imkoniyatingiz bo'lsa, ko'chmas mulk reyestridagi ma'lumotlarni tekshiring. Agar tushunmasangiz, kadastr organiga, notariusga yoki yuristga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, taqiq va garov bor yo'qligini aniqlang. Kvartira bank garovida bo'lishi mumkin, sud taqiqi bo'lishi mumkin, ijro organi cheklov bo'lishi mumkin. Agar siz kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, sotuvchining hammasi toza degan gapiga ishonib qolmang. Notarius oldida tizim tekshiriladi, lekin siz oldindan ham ma'lumot yig'ing. Sotuvchidan kadastr, pasport, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, turmush o'rtog'i roziligi, meros hujjatlari kabi hujjatlarni so'rang. 3-qadam, qarzlaringizni tartibga soling. Agar sizda bank krediti bo'lsa va to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bankdan yashirinmang. Banka yozma ariza bering. Hozirgi moliyaviy holatim sabab to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishni, muddatni uzaytirishni, jarimalarni kamaytirishni yoki restrukturizatsiya qilishni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada topshiring. Kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. Ertaga sudda men kelishishga harakat qilganman deb ko'rsatishingiz mumkin. 4-qadam.
sud va ijro hujjatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga suddan chaqiruv kelsa, bormaslik eng yomon qaror. Ko'pchilik bormasam ish to'xtaydi deb o'ylaydi. Aksincha sud sizni ham ko'rib chiqishi mumkin. Siz borib dalil keltirishingiz, qarz miqdorini kamaytirish, penya noto'g'ri hisoblanganini ko'rsatish, muddat so'rash, kelishuv bitimi tuzish imkoniga ega bo'lasiz. Ijrochi chaqirsa ham boring, to'lov rejasini taklif qiling. 5-qadam, kvartira sotib olayotganda pulni xavfsiz o'tkazing. Oldindan katta pulni qo'lga bermang. Agar imkon bo'lsa, bank orqali akkreditiv yoki xavfsiz hisob mexanizmlari orqali to'lov qiling. Shartnomada haqiqiy narxini yozing. Ba'zi odamlar soliq yoki xarajatdan qochib, shartnomada 600 millionlik kvartirani 2,5 million deb ko'rsatadi. Keyin bitim bekor bo'lsa, hujjatda 2,5 million ko'rsatilgani uchun qolgan pulni isbotlash qiyin bo'ladi. Bu juda katta xato. 6-qadam, oila a'zolari bilan mulk masalasini yozma hal qiling. Agar ota-ona farzandiga kvartira olib berayotgan bo'lsa, bu hadyami, qarzmi, umumiy mulkmi aniq rasmiylashtirsin. Agar xotin pul qo'shib uy olayotgan bo'lsa, ulush masalasini oldindan o'ylasin. Agar aka bitta kvartirani bo'lishmoqchi bo'lsa, og'zaki kelishuv bilan yurmasin. Og'zaki kelishuv sudda har doim ham yordam bermaydi. 7-qadam, agar taqiq qo'yilganini bilsangiz, sababini toping. Majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. Ijro ishi raqamini so'rang. Qaysi sud qarori asosida taqiq qo'yilganini oling. Agar qarz sizniki bo'lmasa, adashib qo'yilgan bo'lsa, mulk sizga tegishli bo'lsa-yu. Qarzdor boshqa shaxs bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Arizada ushbu mulk menga tegishli, qarzdorlik bo'yicha men taraf emasman. Taqiqni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing va kadastr hujjatini ilova qiling. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizga qo'ng'iroq qilib, men kadastrdanman, men suddanman, men bankdanman desa, darhol ishonmang. Rasmiy raqamga qayta qo'ng'iroq qiling. Hujjatni elektron yoki qog'oz shaklida so'rang. Hech kimga SMS kod, bank karta kodi, elektron imzo parolini bermang. Elektron imzo sizning qo'lingizdagi muhrdek narsa. Uni bergan odam nomingizdan shartnoma ham qilishi. Ariza ham topshirishi mumkin. 9-qadam, bolalar ulushi bo'lgan kvartiralarda alohida ehtiyot bo'ling. Agar kvartirada voyaga yetmagan bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oddiy bitim emas. Vasiylik va homiylik organi roziligi talab qilinishi mumkin. Bola manfaatlari buzilmasligi kerak. Masalan, bola 20 ta ulushga ega ota-ona kvartirani sotib, pulni boshqa maqsadga ishlatmoqchi. Bunday bitim keyinchalik nizoli bo'lishi mumkin. Xaridor sifatida ham, sotuvchi sifatida ham bu qoidani mensimaslik xavfli. 10-qadam, agar sizning uyingiz buzilish hududiga tushgan bo'lsa, kompensatsiya masalasini hujjat bilan talab qiling. Davlat yoki hokimlik ehtiyoji uchun olib qo'yish masalalarida ham tartib bor. Sizga teng qiymatli kompensatsiya, boshqa uy-joy yoki kelishilgan to'lov masalalari hujjatlashtirilishi kerak. Og'zaki va'daga ishonmang. Baholash hujjatini, qarorni, kelishuvni, kompensatsiya shartlarini yozma oling. Agar rozi bo'lmasangiz, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men alohida ogohlantiraman. Qarzdan qochish uchun kvartirani qarindosh nomiga shoshilinch o'tkazib yuborish ham doim yordam bermaydi. Agar sud yoki kreditor bu bitim qarzni yashirish uchun qilinganini isbotlasa, bitim nizolanishi mumkin. Masalan, odam bankdan 300 million qarzdor, sud jarayoni boshlanishi arafasida kvartirasini ukasiga hadya qildi. Bunday vaziyatda kreditor bu soxta bitim qarzni undirishdan qochish uchun qilingan deb sudga murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi xati hujjatsiz pul berish, kvartirani band qilib qo'yaman deb 50 million so'm oldindan berasiz. Lekin tilxat yo'q, shartnoma yo'q, guvoh yo'q. Keyin sotuvchi yo'qoladi yoki narxini oshiradi. Har qanday avans yoki zakalat yozma rasmiylashtirilishi kerak. Qancha pul, qaysi kvartira uchun, qachongacha? Agar bitim bo'lmasa pul qaytariladimi yoki yo'qmi? Hammasi yozilishi kerak. 3-xato ishonchnoma bilan sotib olishda ehtiyotsizlik. Ishonchnoma haqiqiymi, bekor qilinmaganmi, vakolat doirasi yetarmi, mulkdor tirikmi? Muomalaga layoqatlimi? Bular tekshirilishi kerak. Ishonchnoma borligi har doim xavfsiz degani emas. 4-xato kadastrdagi maydon bilan amaldagi maydon farqini e'tiborsiz qoldirish. Masalan, kadastrda 6 kvadrat metr, amalda esa balkon qo'shib 7-5 kvadrat metr qilingan. Bu qo'shimcha qurilish qonuniymi? Ruxsat bormi? Ertaga tekshiruvda avvalgi holatga qaytarish talab qilinishi mumkin. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yuk ko'taruvchi devorni buzish, umumiy joyni egallash nafaqat huquqiy, balki xavfsizlik muammosidir. Demak, asosiy fikr shunday:
kvartira shunchaki tortib olinmaydi. Lekin qarz, garov, sud qarori, noqonuniy hujjat, soxta bitim, meros nizosi, er-xotin roziligi yo'qligi, ipoteka to'lovlari kechikishi kabi holatlar kvartirani xavf ostiga qo'yishi mumkin. Yangi tartiblarning eng muhim jihati shuki, taqiqlar, qarzlar va ijro harakatlari tezroq aniqlanadi, elektron tizimlarda ko'rinadi. Yashirish qiyinlashadi. Bu halol va hujjati toza odam uchun himoya, lekin beparvo odam uchun katta ogohlantirish. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kvartirangiz hujjatlarini tekshiring, qarzlaringizni tartibga soling. Ipoteka bo'lsa, bank bilan aloqani uzmang. Sotib olayotgan uy bo'lsa, hamma hujjatni sinchiklab ko'ring. Hech qachon og'zaki va'daga va shoshilinch bitimga ishonmang. Huquqiy masalada bir kun oldin tekshirish. Keyin yillab sudlashishdan 1000 marta arzon. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, kvartirangizga taqiq qo'yilgan bo'lsa, ipoteka bo'yicha muammo bo'lsa, meros yoki oldi-sotdi nizosi bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot ularning uyini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi muhim huquqiy ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.